birleşib murakkab bo'lgan bir misolni dim ansat usulda javobini chiqaramiz. Funksiya berilgan fx teng ax kvadrat plus bx plus kvadrat funksiya. Buni ildizlari x1x2, x1x2 dan kichkina deyilgan. Demak, bu yerda 3 ta shart bajarilgan. Tahlil etamiz davr shartlarini. Modul A har doim musbat bo'lgani uchun umumiy natija manfiy bo'lishi uchun f1 manfiy bo'lishi kerak. f1 manfiy dedik. Demak, natija manfiy bo'lishi uchun f2 musbat bo'lishi kerak. f2 musbat, natija musbat bo'lishi uchun ag'am musbat bo'lishi kerak. Demak, funksiya grafikini taxminiy chizamiz. Demak, bizda f1dagi va f2 qiymatlar mavjud. Shuning uchun shunday deb o'tirsak agar funksiya grafikini e'tibor beramiz. f1 manfiy edi. Haqiqatdan ham f1 ina manfiy minus tarafga tushib qoldi. f2 musbat edi. Demak, ina musbat tarafga tushib qoldi. Xo'p, x1 x2 bir ox o'qini kesish nuqtalari. Buni bilamiz. Demak, x1 birdan kichkina ekan, x2 birdan katta ekan va x2 2dan kichkina ekan. Bu javob esa ajabdir.